o'ylamaylik o'zbek bo'lganligimiz uchun yo tojik yo qirg'iz yo qozoq bo'lganligimiz uchun yaxshi bo'ldik deb o'ylamaylik. Bizni dinimiz islom bo'lganligi uchun biz yaxshi bo'ldik. Boshqa millatlardan siz bilan mendek odam uyam, inson. O'sha itni yeyotgan, mishiqni yeyotgan, ilonni yeyotgan ular ham odam. Lekin ularda ichida islomi bo'lmaganligi uchun shuna rasvo bo'ldi. Xohlagan ishini qilyapti. Otasi, onasi qariganda qariyalar uyiga topshirib kelyapti. 18 ga kirgan bolasiga xo'jayinchilik qila olmayapti. O'zini bolasiga o'zi xo'jayinchilik qila olmaydi. Ko'chadan erini, xotinini o'zi topib keladi. Ko'r, dada, buva deydi, "Bu meni erim" deydi, "Tanishib ol" deydi. "Yaxshimisiz, tuzimisiz" deydi, "Bo'ldi, shu bilan yuraveradi." "Bu meni xotinim" deydi, "Bo'ldi shu." Lekin Qo'shtirnoq ichidagi bugun musulmon yigitlar shunday bo'lib ketmayaptimi? Muslima qizlar shunday bo'lib ketmayaptimi?